Ingliz tilida so'zlashuvchi eng top 6 davlatda talabalik vizasini olish uchun elchixonaga qancha pul to'lashingiz kerak bo'ladi? 6-o'rinda Irlandiya. Bu davlatda viza jarayoni butunlay onlayn tarzda amalga oshiriladi va talaba bo'lish uchun sizdan atigi 60 yevro, ya'ni 80 AQSh dollarini talab qiladi. 5-o'rinda esa Kanada. Bu davlatda ham barcha jarayon onlayn tarzda bo'ladi va talabalik vizasi study permit uchun 150 Kanada dollari, ya'ni hozirgi kursda 110 AQSh dollarini to'lashingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatimizning keyingi o'rnida esa AQSh. Har bir inson bir marta bo'lsa ham Amerika ko'chalarida sayr qilgisi keladi, shunday emasmi? AQSh viza jarayoni boshqa davlatlardan farq qiladi, chunki bu yerda sizga intervyu o'tkaziladi. F1 vizasi uchun 185 AQSh dollarini to'laysiz. Endi esa siz kutgan top 3 ta davlatga kelsak. 3-o'rinda ta'lim sifati yuqori bo'lgan, tabiati toza va hobbitlar yurti. The Lord of Rings, The Hobbit kabi mashhur filmlar aynan shu yerda suratga olingan Yangi Zelandiya. Bu davlatda ham barcha viza jarayonlar onlayn bo'lib, 750 Yangi Zelandiya dollari, ya'ni 420 AQSh dollari to'lashingiz kerak bo'ladi. 2-o'rinda Qirollik davlati Buyuk Britaniya. 2025-yil uchun ushbu davlat talabalardan 524 funt sterling talab qiladi. Bu hozirgi kunda taxminan 685 AQSh dollariga teng. Buyuk Britaniyada, ayniqsa Imperial College London, Oxford, Cambridge kabi nufuzli universitetlarda o'qish juda ajoyib imkoniyat bo'lishi mumkin. Va nihoyat, birinchi o'rinni egallovchi tabiati hamda hayvonlari bilan mashhur bo'lgan davlat Avstraliya. Bu davlatda talabalar uchun standart to'lov 1600 Avstraliya dollari. Hozirgi kursda 1000 AQSh dollariga teng. Ushbu videoni hali bitta ham davlatga chiqmagan, lekin chet elga chiqish orzusida yurgan do'stingizga yuboring.